谁见过水晶般的冰山？野马似的血水河，冰上埋藏着珍宝，血水灌溉着天河。一马平川的戈壁滩哟，放开喉咙啊，唱歌。河水向东流，哎，太阳又东升，爬上了撒念儿的高山顶，悄悄儿望着北京城，航海连接着天边大山，冲破了云层，维持万里的文娱啊，捎份心眼儿到北京。Amer, quluqi yumshoq yigitgan. Onunğa savirchanlik bilan nasihat qilsaqla, g'araz uqidi ekan. Bu ishda Gülendan tashabbuskor bo'lib etibdi. O'ylab baxmamsiz? U opma o'xshash ikki pishoq setib elib, ayrim holda ishkarga sovuq qilsa, Navruz albatta kullaydi-da. Amaliyotda bu o'qishmaslikni hal qilmoq bek o'ng'ay. Amer burun qishlarni Navruzga aytib bersa, aniq tushundira oladi. Bu ishni tushundirish tas emas. Tas bo'g'ini shuki, Gülandam nima uchun shunday qiladi? Uning Amirga bo'lgan muhabbati zoti qanchalik. U ilmi Navruz bilan davomli uy tutishni o'ylamdi qandaq. Bu bek muhim. Niyozga, Oy, Yangpaycan. Gülandam. Navruz, Yangpaycan keldi. Navruz! Niyozga, o'tganda bir mezgil qahatchilik yuz berib, hamma oilalar nihoyat zo'r ziyon uchirdi. Qo'shinimiz rahbarlari sizlarning qiyinchilik tatib qolganinglarni uqib, Qashqardan bir turkum charumal avatib ekan. Sizga 3 tuyoq ep keldik. Qabul qilg'aysiz. Azadlık armiya bek etraflı o'ylabdi. Biz texi bu yil atyazni qandoq chiqaramiz deb o'ylagan edik. Rahmat Yangpaycan. Sizlarga ko'p rahmat. Yana texi sizni malol qilib qo'yibdik. Fuqarolarning qiyinchiligini yengishga yordam qilish bizning burchimiz. Hargiz takalluf qilmang. Niyozga, bundan keyin turmushda qanday qiyinchilik uchirsanglar tatinmay daveranglar. Biz obdan e'tibor bermay qolgan taraflar bo'lsa, o'tirib qo'ysangiz cho'qim, astoydil muomala qilib, muvaffaq hal qilib beramiz. Azadlık armiyaning g'amxo'rligida kunimiz har qanday chog'dagidan yaxshi o'tyotdi. Buningga shukr qilmasak bo'lamdi. Sizlar Azadlık armiya bizga tog'dek iltifot yog'diryapsizlar. Tashakkur aytsak aytimizki, hargiz fikrimiz yo'q. Yangpaycan, mening mijozim sal chuqurroq. Sizga ko'p avorchilik deb berdim. Biroq siz kanqo'saqlik qilib, buni zig'irlab o'ltirmadingiz. Oilamizning ishiga kelsak, Ailemizning ishi cho'ylida to'xtamaydigan ishlar tursa, Azadlık armiyani avar qilsak qanday bo'ladi? men bu shundoq demoqchi edim. Biz yayloqqa chorva qilib mangmoqchi. Atal yo'lga chiqamiz. Voy. Nima hech tez qaytib keldingiz? Qaytib keldim. Men texi Navruzga xizmat ishlab bo'lolmay, ayol qalamikin deb ansirgan edim. Men hech qanday gap qilmadim. Uy kirsam, xotin ikkisi bir-biri bilan chiqishib ketibdi. Urush jidal degandan asarmi yo'q o'tiribdi. Bu normal emas-ku. Nimasi normal emas? Tunugin texi Amirga pichoq ko'tagan odam bugun xotini bilan bundoq qappoq-chapoq bo'lib ketsa, bu ajablanarli emasmi? Ular tezda aplashib qolsa ajablangandek nimasi bor, ha? Xotinning adovati kun kashog'icha debdi-ki. Biroq Gülandamning harakati toza normal emasdek qiladi. Qandoq deysiz? Buningga bir nima demayman. Go'yo ko'nglida boshqa bir ishni o'ylayotgandek qilyapti.
Yana nima bo'ldingiz? Nima bo'pti men? Navruz, nazaringizda men bormi yo'q? Men sizning xotiningizmi emasmi? Men mushu oilaning odamimi emasmi? Albatta shundaq. Unda bo'lsa, yaylaqqa ko'chadigan ishni nima uchun men bilan maslahatlashmaysiz? Biz degan chorvachi yoz kelishi bilanla yaylaqqa ko'chamiz. Har yili shundaq. Buning maslahatlashgidek nimasi bor? Taharning atrofidami o'tliq bog'i. Bir qancha qo'yni deb yaylaqqa ko'chish ketamda. O'tliq yaxshi bo'lsa, ondan chorvani yaxshi boqqili bo'ladi. Qo'y kalalarimiz oz bo'g'ini uchunla, ularni yaxshi beqishimizga to'g'ri keladi. Mushuning uchunmi? Mendan xotirjam bo'lanmay, to'yiqsiz mangdigan bo'lib qolgansiz aqchon. Xufsalik qilishga bek usta ekansiz. Ko'rinishda hech ish bo'lmagandek siyoqqa kirib olib, amaliyotda har bir daqiqada degidek meni poylashdan qo'ydi bo'lyapsiz. Sizning bundaq tili shekar, dili zahar odam ekanligingizni o'ylab boqmabdi ekanman. Siz bek qorniyat odam ekansiz. Sizni qandoq boplabdiman? Chorvachilarning yaylaq ko'chib, mol beqishi qilsig'maydigan ish qo'y. Buni qandoqmi qorniyatlik degili bo'lsin? Ish qilib men bormayman. Siz bormisiz? Qandoq bo'ladi? Siz mening xotinim turug'liq. Yaylaqqa men bilan birga bormisiz? Kishilar nima deb qoladi? Yaylaqqa kelsak, omirni ko'ramay qilishingizdan ansirayapsizmi deyman. Gaping bo'lsa chiroyliqchi demamsan. Chorva boqadigan ishga boshqa ishni chetib olib nima qilsan? Dada, senmi anglading? Uni bo'za qilayotganim yo'q, balki u yo'lsizlik bilan jidal chiqaryapti. Mening yaylaqqa bog'im yo'q. U yerda bo'ri bek ko'p noyt qo'rqinchli deydi. Dada, nimishqa uyimizni tashlab ketamiz? U yerda gaplashgidek odammi yo'q tursa, ishimiz pishib ketmamdi. U yerga biz bormaymiz. Qo'lim qo'shnilarimizdan 10 necha oila kishi biz bilan birga boradi. Biz chorvachilar uchun aytganda mana bu uylar, yaylaqlar, shundaqla mushu mustaqmi o'xshashlar bizning oilamiz hisoblanadi. Ajdodlarimiz mushundoq yashab kelgan. U yer siz o'ylagandek qo'rqinchli emas. Ishkinglarning to'xtamay takolishib yurishinglarning sababimi mushu uyimizning bek kichik bo'lganligi. Shu sababdan ishinglar siqilganligi xolos. Yaylaqqa borsanglar, hamma ko'ngil g'ashligi tugaydi. Lekin mening rostilla yaylaqqa bog'im yo'q. Men taharda turishni xohlayman. Bundaq bo'lishni bilgan bo'lsam, Qashqardan kelmasganman. Qarang sizni, mushuncha bola eg'ir g'amda qolgan bormi? Kelsak yana qaytib kelamiz emasmi? Uyni bak seg'inib kelsangiz, birga kelib bir qancha kun turib kelsaklar bo'ladi-ku. Bo'ldi. To'la talashmanglar. Navruz odam bazlashni bilmaydi. U tili shekar, dili zahar odamlarni emas. Amaliyotda mening bog'im yo'qmi emas? Yaylaqqa borsam turmushga qolaysiz bo'lib qolarmikin deb ansirayman shu. Navruz, bozorga berib sodliq qilib kelay. Bo'ladi, men bilan boray. Mendan zodil xotirjam bo'lamamsiz? Sizmi mendan mushuncha bola ehtiyot qilamsiz? Ems mangayli. Oy, Nevra sodaliq chiqqan o'xshamamsizlar. Sabr efendi. Bir qancha kun ilgari sizga bir jup oyoq zakaz qilgan edim. Mol keldimi qanday? Ha, u oyoqni ep keldim. Malning hisobini qilib bo'lib, opirib beray deb turatdim. Mana, ila. Sizni berib avar bo'lib qolmasin deb o'zim kelishim. Ati yaylaqqa chorva baqilman qilyapmiz. Aytmoqamsizlar? Yaz kelib qoldi. Odam kiyim yangishligandek, qo'y kalalarmi yaylaq yangishlimisi bo'lmaydi-da. Undaqda uyning ishlarini o'rinlashtirib bo'ldinglarmi? Ko'p narsa olmaymiz. Bir qancha to'yga lozimat kelib olsaqlar bo'ldi. Siz olmaymiz deganingiz bilan mening ko'zim qiymaydi. Uyda birmi odam qolmaydigan tursa, besatimiz yo'qib ketsa qanday qilamiz? Biz har yili yaylaqqa kelsak, uyimiz bir obdan turibotmamdi. Hech ish bo'lmaydi. Ayollar hamon erlardan inchik o'ylaydi. Xotirjam bo'linglar. Uyda qaraydigan narsalar bo'lsa, men qarab qo'yaman. Rahmat. Undaqda sizga topshirdik. Amir. Amdigo xushal bo'lgansiz, ularni ketishga oxiri majbur qilibsiz. Hay? Kimni ketishga majbur qilibdimi? Ha? Hey, bunda xushalik qilmasangiz-chi? Ha? To'xtab turing. Gapni
ochiq qiling. Ochiq qilamdi men? Ma'qul. Siz Navro'zni tarda turamas qilib qo'ydingiz. Ular yayloqqa ko'chib ketirgan bo'pti. Ha? Qanday istil bu? Siz ozodlik armiyamizdan yuzini to'kib bo'ldingiz. Siz Dudashing, Va mushundaq o't quyruqli qiladigan mijozingni qachon o'zgartasan, ha? Atiyaz kelganda charuvchilar yayloqqa ko'chib charuv boqadi-ku. Bu normal ahvol-ku. Buning amri bilan nima munosabati? Sana deb qo'yay. Bu illatni tuzatmasang bo'lmaydi, Jumo. xo'p. Yangpaycan. Ha. Ularning mang'ilganligini bilamdingiz? Ha. Amir. Ularni uzitib qo'yaylik. Nima? Jur'at qilmayapsiz? Nima ishqa? Paycan. Men borsam taza yaxshi bo'lmasmikin? Amir, sizda tozimi? Biroq mushundaq o'ylig'ingizdan baxushal bo'layapman. Yoshlar qiziqqan keladi. Buni tushunishga bo'ladi. Lekin qiziqqanlik qilib aqlimizni yo'qotib qo'ysak bo'lmaydi. Köp osmon. Bepoyon zemin. Sap havo. Mana bu biz tojiklarning turmushi. Yayloqqa borganda lochindek erkin parvoz qila olamiz. Odamni bezor qilmang. Bu ko'ktat urug'i vatan xalqining bizdan zo'r umid kutganligini bildirdi. Ha? O bizning chegara rayonida yiltiz tortib, o'zimizni davlat mudofaa ishlariga beg'ishligimizning simvoli. Shundaq. Bu ko'ktat urug'ini yangimiz avatgan. Bu degan yangimizdan Xongbanjonga bo'lgan muhabbatning simvoli. Bo'ldi, gap talliq qilma. Ishimizga mangaylik. Solga burul. Qadamlab marsh! Gülendan, qarang, bu yayloq, bu osmon nima degan chiroyli, ha? Ko'gim yo'q. Navruz, meni qadrlasangiz, taharga yo'lga sepib qo'ying. Bu yerni zadil yoqtirmadim. Bu yer odam turadigan joy emas. Mening bak ishim siqilib ketdi. Bu yerda 1 minutmi turg'im yo'q. Undaqda nima qilay deysiz? Qo'y kola degan biz tojiklarning jon tomirimiz tursa. Men qo'y kala emas. Hayotimni hayvonlar orasida isrof qilib etishni xohlamayman. Bundaq turmush nima degan qo'rqinchli Navruz. Meni o'zingizni sevgandek sevdiğinizni demaganmidingiz? Nimishqa meni o'zim xohlamaydigan ishni qilishga majburlaysiz? Biz qaytib ketaylik. Men o'lib ketmasin desangiz, darhol taharga yo'lga sepib qo'ying, ha? Lekin hozir hammamiz xushal turyapmiz-ku, ha? Erlar yayloqda padi baqsa, ayollar uyda atgan choy damligach, kulki chaqchaq bilan o'tyapti. Hay? Nemishqa ulardek yashashni xohlamaysiz? Shunda qilsangiz, bu yayloqda menga o'g'il tug'ib bersangiz, siz uningga yo'l mengishni o'rgatsangiz, men ot choptirishni o'rgatsam, zerikib qolmaymiz-ku. Og'zingizni yuming. Mushu holingizga sizga o'g'il tug'ib beramdimi? Uxlab tushingiz. To'xtang. Men qo'limni qo'yibdim. Meni qo'ymat. Men qo'ymat deyapman. Kuchab urvilam. Meni Oyoq qo'ymat. qolmaylab bu yana yoqtirib qolasiz. Ablah. Navruz qo'tozda kuchukchimi? Onun oğlu çoğun payçaqın mı timen çoğun buludu? Meni qo'ymat deyapman. Qani keling. Meni qo'ymat. Bu o'lgur. Bu hayvon meni qo'ymat. Qo'ymat deyapman. Bu o'lgur.
Bu mu yaxşı bo'ldi? Yaylaq turmuşu degan mana shundoq bo'ladi. Mana hozirda tugaydi. Qani keling ha. Qo'yvat! Meni qo'yvat dedim. O hayvon o'z qo'lim bilan o'ldirib atmasam. Ey! Voycan! Meni urvatamsan tehi? To'xta! To'xta deyman! Mushadi o'l! Sen Bundaq g'avg'o ko'tarmasan locho. Navruz! O hayvon! Seni o'z qo'lim bilan o'ldirib atmasam. Ablah! Munofiq! Seni hamon bir kun o'ldirib etaman. Bundaq vəhşi ayalını zadlı görüb baxmaptı ekanman. Shu emasmi? bu şərməndə onu tutub oladigan bo'lsam, pochig'ini chiqib deyitaman. Güləndəm açıq kelgəndə yov mijoz qonjuq bo'rining o'ziga o'xshab qoladi ekan. Uni asta-asta ko'ndirsan bo'g'dak. Elim ochiq taqat qildim. Uning ko'ngli menda emas. Balki Davatqan gapingni qara. O yaramas. Xotinoni yaxshi boshqaramay. Gunohni boshqalar qo'yamsan tehi. Niyaz tağa! Güləndəmni tapaldınlarmı? Tapamıdıq. Qarısımı görünməydi. Güləndəmni tapamaptım ha. Mən bir yer izlab bakay. Navroz, Neymiş? Güləndəmni tapalısan, olamchi ish bo'lsinmi, qarin bo'lmasin. Uni techaman qaytirib kel. Ma'qul. Ço. Sabir. 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 Arız. Bu yerga nima deb keldim? Meni qo'rqitib, jinimni ag'il tas qildim. Meni bo'g'ib o'ldirib qo'yg'ili tas qaldingiz. Güləndəm. İnkasınız bək tezkən. Bək qattiq qolgansiz. Men buni o'zimmi bilmay qolibman. Ay. Yerim kechida bu yerda timiz qilib, nima ish qilyotgandim? Bu yerga bir nima yushirib atatdim. Ozodlik armiya hozir bek qattiq tekshiradigan bo'lib ketdi. Tex yushirib bo'lguncha siz kelib qoldingiz. Ras. Yerim kechida nima vajidan bu yerga kelib qoldingiz? Siz joylab ketgan to'ng'izg'o. Qechib keldim. Navruz meni urgan edi. Amalning yo'qligidan mush yerga yushirib olay deyman. Bu yerga yushirmoqchimi? Uyingizga ketmay, bu yerda turib nima qilsiz? Ailemizning ishi bilan koring bo'lsin. Navruz bak sapramayacağız odam. Agar u bu ishni uqib qolsa, sen hargiz bosh qo'yib etmaydi. Ondan boshqa
Narsalarni yaxshisi bu yerga yushirma. Bu yer bexatar emas. Bo'ladi. Sizmi ehtiyot qiling, ha? Gülendam. Amer, men oldi tarafga qarab baqay. Ma'qul. Gülendam, Amir, siz bu yerda nima ish qilasiz? Navruz bilan billa yayloqqa ketgan emasmidingiz? Amir. Navruzning azoblashlariga chidayolmadim. O'shundaq ketaveradigan bo'lsam, uning qo'lida o'lib ketadigan o'xshayman. Shunga o'g'irliqcha qechib keldim. U sizni urdimi? Nima uchun? Nima uchun bo'ladi? Siz bilan ilishish maqsadiga yetamay, dardini mendan olmamdi. O ayni hayvonning o'zi ekan. U sizga nima ish qilib bundoq muomala qiladi? O'z qani? Yayloqda qoldi. Amir, siz keting. Men tayoq yeverib qo'rqib qoldim. Endi qishimga kelma. Boshqalar ko'rsa, sizga avorchilik bo'ladi. Qo'rqmayman. Aramizda aniq tushuntirib bermagidek hech qanday ish yo'q. Narsangizni uyingizgacha olib beray. Hojati yo'q. O'zim ko'taray. Gülanda, sizni muhofazat qilolmaganimdan intayin bearam bo'lyapman. Sizga yordam qilishimga yo'l qo'ying. Bunchola ig'ir qandoq narsa bu? Bu mening narsalarim. Men Navruz bilan ajrashib ketmoqchi. Shunga narsalarimni yig'ishtirib tahardan ketay deyman. Nima ishga ketmoqchi bo'lasiz? O'zingizni qochirish yaxshi chora emas. Avval uyingizga berib, hech nimani o'ylamay, obdan aramaylik. Sizni Yangpayjonning qishig'i boshlab boray. Bir amal bo'lib qala. Bormayman. Yuzim tushib ketadi. Sizga ta'siri yaxshi bo'lmaydi. Men ta'sirdan qo'rqmayman. Bu ishni talto'kis hal qilmasak, u sizni mangu bo'zak etaveradi. Amir. Bu narsamni o'zim ko'tarib olay. Mangayli. Kasafat. Gülandam o'zgarib ketibdi-ku. Bo'lmadi. Amir, meni uyimga akab qo'yganingizga rahmat. Menga bak kuyinisiz jumim. Gülanda, hergiz bo'lmag'ur xiyollarda bo'lmang. Bundan keyin har qanday qiyinchilikqa uchursangiz, mana men yordam qilaman. Navruzning sizdan bo'zaq qilishiga hergiz yo'l qo'ymayman. Sizni bodemisam, rostla yoshig'imni yo'qdan-a. Gülanda, endi aramaylik. Men mangay. Xayr xo'sh. Xo'sh.
Bencan, sizga bir muhim ahvolni aytmoqchiman. Buncha bo'la maxfiy qandaq ish edi? Boya Amirning Navruzning uydan chiqayotganligini o'z ko'zim bilan ko'rdim. Nima ish qilib borgandi? Nima ish qilib boradi? Gulandamni seg'inib bo'lmamda. Hey, bu haramzada ularni yayloqqa ko'chib ketishga majbur qilma. Yana bo'ldi qilmay, tun kechida o'z yolg'iz boshqalarning xotini bilan bir uyda yolg'iz to'g'rini qaramamdigan. Qanday stil bu? Hey, Bencan, bu ig'ir inson masalasi jumu. Buning ifoda bildirmabsiz? Qandaq ifoda bildirmay? Yang Bencan doklat qilmabsiz. Qarang, 3 cho'ng intizom 8 diqqatda nihoyat aniq izlagan. Birinchisi Bo'ldi. O'tgan qitim sovuqim yetib ashidi. Yanpaychan bu ishda to'g'ri qilmadi. Amirning xato qilgani aniq turuqliq, ya'ni meni tanqid qildi. Bu ishning men bilan nima aloqasi? Xuddi men armiya xalq munosabatini buzayotgandek. Sana deb qo'y, bundaq ishlarga aralashma. Amir ularning uyiga borgan bo'lsa, mayli emasmi? Sana dedim qo'y. Bu ish bilan karam olmsan, berib uxla. Undaq emas, Bencan. Uxla. Qag'ish takkur. Nega kirib qoldim endi? U meni ozdirib desa? Qimirlama. O'q chiqaman. Men Aris. Hokimkan bu. Bu yerda nima timiz qilib yuraysan? Men emas, Navruzning xotini Gulandam qaytib kelibdi. Birovning xotini qaytib kelsa, sen bilan nima aloqasi? Undaq emas. Uning harakatlari bir g'alita, sirliq tuyulyotdi. Buningda chatoq bor. Qandoq chatoq bor? O'ylab baxmamsiz. Bir ayol yarim kechida uyda yotmasa, qandoq bo'ladi? Qarang. Mana mush qarushu. Hakim. U ovozimizni anglab mikoga o'xshamamdi.
Sen kun bo'yi lag'aylab yurib, to'g'ri kesib qilmay, ittifoqlikni buzib, jahonning malmon bo'lishini tilab yuraysan. Hakim, men nima ish qilibdiman? Nima ish menga bundoq yo'g'on qalpoq kiydirsiz? Siz hokim bo'lg'achqa sizga ahvolni inkos qilib qo'ydim. Ishonmasangiz men bilan bilib berib oqtirib beqing. Yo'sh bo'l, yana kepan o'g'irlaydigan bo'lsang, qo'lga oldirib etaman, juma. Men kepan o'g'irlamadim. Bu qabristonlikda gadaylarning qabrisi bor. O'g'irligidek hech nima yo'q. To'la heligarlik qilma. Xorjondagi nima u? Ishlim yo'q. Bir qancha nalli bor. Oqtiringlar. Unda qilmanglar. Hakim, buni o'g'irlamagan ota-bobomdan tavarruq qilgan. Yana heligarlik qilasan-ku. Buni musodir qildim. Bundan keyin yosh odam bo'l. Angladingmi? Anladım. Yo'qol. Halal ko'may, bu narsani imom xonimga berib qo'ysangiz. Mening yana nurg'un ishim bor edi. Ichiga kirmay. Rahmat sizga Sabir. Hey, masjidning xizmatida bo'lish mening baxtli men burchim. Men mangay, ma'qul. Tezda qaytib kelibsiz-ku. Buni desam gap to'la. Akşam uyingizda yo'qkansiz-ku. Bir qancha kundan buyon shaharda nima ishlar yuz berdi? Malaikadan farmon bormi? Malaikadan telegramma keldi. To'plan ko'targan rayon tinchitilibdi. U bizga hargiz tavrinib qolmay, maxfiy yo'lni davomli izlash to'g'risida ko'rsatma berdi. Akşam yo'l izlab chiqib ketgan edi. Kunduz izlasam o'ng'ay oshkorlanib qoladi ekanman. Bir ay puch topaldingizmi? Besh yo'q chivinda ko'galiyaga usib yursak bo'lmaydi-da. Tönegim qaytib kelib etib, ko'chada postlarning ko'payib qolganligini ko'rdim. Nagili borsam nurg'un ko'zlar menga chiqilayotgandeklar to'yilib, chataq chiqqili tos qoldi. Ular ilgari kechisi charlash chiqmaydi. Nimishqa to'yiqsiz jiddiylasib qoldi ekan. Men bu g'alatilik his qilyapman. Ya'ni karvon o'tadigan bo'lsa, bo'sharlikni o'stirgan o'xshamandi. Bumi ehtimolga yaqin. Bu yaxshi fursat. Ko'zimizni yo'g'on ichib kuzatadigan bo'lsak, cho'melning izi bo'lsa-mu farq etalaymiz. Undaq cho'ng karvonning izi qolmaydi. Ishonchlik bo'lish uchun Amirdan tinglab baqsangiz bo'pti ekan. U Azod armiya jonsi bo'lgandan keyin tafsil ahvolni bilish mumkin. O'tganda Amirni izlab qolgan edim. Navruz ko'rib qilib so'rashga ulgurmay qoldim. U ablahga bog'an siri o'shib ketdim. U meni saran qilib qo'yaylar dedi. Gülendam! 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 Yaxshi-ku Amir, uyimga kelib ig'vogarchilik qilg'idek bo'ldingmi ataki? Mana bu gapni qaysi yuzing bilan qilyapsan? Gülendam xotining turuqliq obdan qaramay, uning yoyloqdan qechib kelishiga sababchi bo'psan. Senimi erkisi degil bo'lsinmi? Nima? Sizlar tunugun ko'rishdinglarmi? Ha? Agar men uni uyga akab qo'ymagan bo'lsam, uni umrvoyat ko'ramaydim. Uni uyga akab qo'ydingmi? Uyda nima qilishdinglar? Nevruz, og'zingga kelganni joylama. Menga hurmat qilmasangmi mayli, lekin Gülendamga hurmat qilmasang bo'lmaydi. Sen xotinimni ozdirib, yana texa uyimga kelib menga tanbek bergidek bo'ldingmi? Sen bo'lmagan bo'lsang, Gülendam menga mushundaq shafqatsizlik qilyapti. U numussiz. Allohning jazosidan qo'rqmabsan. Allohning ko'zi ro'shan. U qaysimizning numussiz ekanligini nihoyatda aniq biladi. Quruq gapni qo'yib,
Çapsan ete, Gülendemni zadı ne göşürüp koydun? Gülendem yok mu? Toluq selli qınma. Tünögün yaylaqda Gülendemni taң atqıcı izlep çıktım. Gülendemni hazırlı tapşırmaydıgan bolsan, sen bilen ilişkin. Nevruz, özünüzni besiriling. Boya Gülendemning masjid taraf ketayotganligini ko'rgan edim. Nevruzning bundaq jidal chiqiraverishiga yo'l qo'ymasligimiz kerak. Bo'lmasa cho'ng ishimizni buzib qo'ydik. Ishni boshlagan ekanmiz, oxiriga chiqarishimiz kerak. Bo'lmaydi. Hozirda vaqt emas. Qarg'ulacha harakat qilishga bo'lmaydi. Biroq bundaq jidal qilaversa avorchilik bag'asir cho'ng'iydi. Mening qo'rqadiganim Navruz emas. Hozir uningdan xatarlik bir odam chiqib qoldi. Oqshom eliq kepan o'g'risi Aris peyimga tushyapti. U biror ishimizni sezib qoldimikin deb gumonlayapman. Ular, Turing. Peycan, Amir bilan Navruz urushib qoldi. Navruz? U yaylaq ketgan emasmidi? Qaytib ketdimi? Uqmadim. Ular hozir qayerda? Ular masjid tarafga ketdi. Uni qo'yib bering. Ishingni qilar. Menga Navruz! Navruz uni endi qistima. Uning azoblanayotganligini ko'rdingizmi? Bir ojizani mushohadatga tushirib qo'ysangiz, siz nima erkishdagili bo'lsinmi? Allah, meni o'z panohingda saqlag'aysan. Menga rostilla o'g'il bo'ldi. Masjid Allah'ın muqaddas joyi. Şundaqla musulmonlarning eng pok zemini. Sizlar bu yerda jidal chiqaryapsizlar. Bak hadinlardan eshib ketdinglarmi qandaq? Hürmetlik İmam Axunum, sizlar Tahar shahridagi eng odil odam. Bugun bu ahanatga zodili chidayolmadim. Men xotinimni izlab kelsam, Amir oldimda to'sib, mening yuzimni to'kdi. Sen Gülendemni xotinlikqa olgan odam nemishqa uningga obdan qarmaysan? U o'z yolg'iz yaylaqda ezib kelib, jenidan ayrılg'il tas qapti. Gülendem sening xotiningmi yoki meningmi? Menga tanbih berishga nima sal aytingmi? Men sendek ablahni adablab qo'yay deyman. Sen Amir! Peycan, Navruz bek hadini oshirib o'tdi. Haddidan oshirib o'tgan dalsiz. Shuncha ko'p odam sizni Amir emas, balki ozodlik armiya jangchisi deb qaraydi. Navruz, kechiring. Amir intizomga xiloflik qilib, sizga azor berib qo'yibdi. Bu ishni cho'qim astoydil bir taraf qilaman. Yo'q Peycan, men bir ko'ngli tuz odam. Ozodlik armiya ichida ikki odamni hurmat qilaman. Uning biri Govbanjon, yana biri siz. Bugun yuzingizni qilib qo'yay. Agar bu ish yana takrorlanib qoladigan bo'lsa, uni hargiz bosh qo'yib atmayman. Gülendem. Her qandaq odamning tumanning ichida qoldigan chaqlari bo'ladi. Qizim, shuning ishiningki quyosh dilingizni oxir yo'rtidi. Sizlarga rahmat. Bu ta'limlarni mangu esimda saqlayman. Amir, sizga odatda kamchilik qilib kelayotgan tursam, nima uchun intizomga qayt xiloflik qilib, ozodlik armiyaning yuzini to'kisiz? Yo'q Peycan, sizga desam, Navruz Gülendemni urib agash, u yaylaqdan qochib kelib, Tahardan ketmoqchi bo'pti. Uningga yordam qilganimning nimasi xato? Gülendemning o'rnida boshqa ayol bo'lgan bo'lsa-mu, yana meni ayblarmidingiz? Gülendam boshqa ayollarga o'xshamaydi. Siz o'tirg'a tushsangizda bu ish chigishishib ketadi. Ularga xotin tursa, siz nima uchun ularning orasi qistirib olasiz? Men nima qilibdim? Gülendemning tayoq yeyotganini ko'rib turib, qarim bo'lmasa bo'lamdi. Shundaqmi avval menga doklad qilishingiz kerak-ku. Uni qishingizga olmoqchi bo'lib, izlab olgan edim. Kutilmaganda Navruz uchrab qoldi. Shuning bilan xalq olam oldida so'rishib, masjid tarafga berib urishdinglarmi? Ha? Sizga deb qo'yay. Bu qilmishingiz intizomga xilof. Ammo ichidagi ta'sirimi bak yomon bo'ldi. O'zingizni obdan bir tekshiring. O'zimni tekshirgudek ish qilmadim. Amir, siz hozir ozodlik armiya jangchisi. Sizga eskartib qo'yay. Ustingizda harbiy forma borlig'ini, shundaqla bergan qasamingizni unutib qolmang. Bugun alayda vazifamiz bor.
agar sizning kasobatingizdan umumiy planimizga ta'sir etib qoladigan bo'lsa, sizni qo'shindan haydab chiqaraman.象征着春节的友